Men haliyam bolalarni topolmayapman. Qayoqqadir yashiringanmi yoki yo'q bo'lib qolganmi? Qanaqasiga yo'q bo'lib qolishi mumkin? Bular aniq yashiringan, 100%. Bular qayergadir yashirinib olgan. Mayli o'zlari chiqib qolishar yoki izlab ko'rsammikan? Bilmadim. Nimagadir. Mayli endi. Nimayam deymiz. Prinsessami? Prinsessa ham bizni kursdoshimiz, faqatgina Iye, Reddi o'zingizmi? man yaxshimisiz? Kelib qoldingizmi o'zingiz? Kelib qoldim taksi bilan. Yaxshi, unda yetib kelib qolgan bo'lsangiz unda. Qolganlari qani? Qolganlar yo'q. Shu dachaga kelgan kunimiz men mashinalardan narsalarni olib tushganimcha yo'q bo'lib qolgan. Qanaqasiga topolmaysiz? Bilmadim, topolmayapman-da. O'sha kundan beri menda yashirinyapti. Yuringchi tepaga. Aniqrog'i qanaqasiga o'sha kun emas. O'zi bugun kelganmiz dachaga. O'sha bugun mana bitta shekilli. Mana bitta ekan hammasi. Nihoyat topdingiz, Reddi. Bu yoqdan topib oladi deb. Voy, oxiri topding-a, Reddi. Jinnilar nima unday yashirindinglar? Hamma fikr Norexdan chiqdi. Bitta man emas, Peter ham aytdi buni. Men nima qildim? Bo'ldi, urushmanglar, aytib qo'y nima bo'ldi? Boray. Uqtirmayapsanmi? Men ketdik bolalar pastga. Da, ketdi pastga. Shular tezroq ketdi. Yashiringan joyini qaradi. Men boydan beri dachaga kelganimizga 2 soat bo'lgan bo'lsa, 2 soatdan beri qidirib yuribman. Mayli. Bu qara o'zi Javohir qayoqqa ketdi? Ko'rinmay qoldi. Bilmadim Javohir, lekin uydagilarim chaqiryapti degandi-da. Uydagilar chaqirgan bo'lsa, telefon qilib ko'ramizmi o'ziga unda? Qo'yaver, o'zi kelib qolar. Mayli. Xo'sh, ana endi nima qilamiz? Norais televizor qo'ymoqchimiz mayli. Yaxshi. Xo'p, nima qilamiz endi? Umuman kompyuterlarni protsessorlari juda ham ajoyib ekan. Bu yerda kontrol o'ynash kerak-da bolalar bilan. Bolalar bu yoqqa qaranglar, kontrol o'ynaymizmi? Prinsessa nimagadir ketdi, qilmaylar. Mayli. Bolalar bilan kontrol o'ynashimiz kerak biz. Chunki kontrda ancha bo'ldi o'ynamaganimizga. Uzr, bu yer qizlarning xonasi ekan, bilmay qolmam. Mayli, xonalar bilan endi tanishib chiqish kerak-da birma-bir. Qanaqa dacha o'zi? Yaxshimi, yomonmi? Bu yer oshxona ekan, mana bu yerda tuzab qo'yishibdi bolalar. Yaxshi, mana bu basseyn shekilli. Mayli. Endi esa sekingina yotoqxonamizga borib uxlasak ham bo'ladi o'zi. Mana bu bo'lsa kerak bolalarning yotoqxonasi. Ammo men bu yerga kirmayman, men bu yerga kiraman. Biroz cho'milib olishim kerak, chunki ancha bo'ldi cho'milmaganimga. Ancha emas endi. Keraxon narsalarini joyladingizmi? Qizlar hammasini tayyorlab bo'ldik, endi bolalarni ham chaqirib kelamiz, ketdik. Soat necha bo'lib ketdi? Turing, Reddi. Bezovta qilavermanglar, uxlashga qo'yinglar. Tur endi, buncha uxlaysan. Turing, Reddi, sasib uxlayvermasdan. Uxlayman, nima ishlar bo'lmayman bilan. Вообще, ertalabdan asab o'zinglar o'zi soat necha bo'lib ketdi? Soat 10 bo'ldi-da. 10 bo'ldimi soat? Ertalab ham qolmabdi o'zi. Mayli. Shkafimda hech nima yo'qmidi? Yo'q ekan. Mayli, shayxni nima qilaman, keyinroq kiraman. Xo'p, mayli. Endi sekingina ko'chaga chiqamiz. 10 bo'lib ketibdi. Kecha kompyuter o'ynab kech uxlagandik-da bolalar bilan. Shunga xo'sh, bu yer hojatxona, xullas, shuningdek bu yer garaj ekan. Garaj yaxshi. Mayli, endi sekingina nima desam ekan. Bir kompyuter o'ynab chiqay. Tushunmadim. Bu qanaqa hid yana? Voy, juda ham sassiq hid kelyapti qayerdandir. Bu xonalar qulf, bu xona qizlarning xonasi. Bu yerda qanaqasiga bu yerdan sassiq hid kelishi mumkin? Yo'q, bu yerdan emas. Qayerdan juda ham badbo'y hid. Xuddi bir nima desam ekan, jasad qanaqadir. Yoki bironta o'lib qoldimi? Qanaqasiga, birorta hayvon demoqchiman-da. Balkim mana bu xonadandir. Aniq shu yerdan. Aniq. Nima? Qanaqasiga? Javohir? Axir bu Javohir-ku. Yo'q, Javohir nima bo'ldi?
O'lib qolgan-ku bu. Yo'q. Qanaqasiga Javohir o'lib qoladi? Kim qo'ygan bo'lishi mumkin? Oyog'iga uzilib yotibdi. Qara olmayman boshqa. Tezroq Nightboy aytib kelish kerak. Yo'q, Nightboy emas, u hammaga aytib qo'yadi. Kompyuterdan Yo'q, bu ko'raylikchi. Nightboy menga qara. Nightboy. Ha, nima deysan? Xullas yur, ortimdan tezroq yur. Yurgan. Sen qara, tezroq kel bu yoqqa kel. Nima ko'rsatmoqchisan o'zi? Mana buni qara. Voy Reddi, Javohirni nima qildi? Maniyak Qanaqasiga men o'ltirmadim buni. Kim o'ldirdi unda buni? Men qattan bilay, kelsam shunaqa ekan. Yomon hid keldi, kelsam shunaqa ahvol. Nima qilamiz endi? Unda nima qilamiz? Bilmadim, mana nima qilishdi. O'ylab ko'rish kerak. Men ketdim, qolganlarga aytaman. Sen jinni emasmisan? Qanaqasiga aytasan? Qolganlarga hech kimga aytma. O'zi vahima boshlanib ketadi qolganlarga aytsang. Bu narsa faqat ikkalamiz oramizda qolsin, tushuningmi? Buni hali oxirga aytamiz. Okey, seni tushundim. Qanaqasiga tushunmayapman. Javohir qanaqasiga o'lgan bo'lishi mumkin? Kim qilgan bo'lishi mumkin? Umuman yoki bu yerda maniyak bormi oramizda? Oramizda hech qanaqa maniyak yo'q. Hamma yaxshi. Men hammani yaqindan taniyman. Kim bo'lishi mumkin? Nightboyni o'zimi? Yo'q, qanaqasiga? Nightboy emas. Bu eshikni berkitib qo'yamiz. Johan emas, Peter emas, Norex emas, Renzo emas. Qizlar umuman qo'ldan kelmaydi. Kim bo'lishi mumkin unda? Men qanaqasiga qilaman bu ishni? Bilmadim. Demak, bu yerda bir gap bor. Buni albatta oxiriga yetish kerak. Bekorga dacha arzon emas deganda, bekorga arzon emas bu. Bekorga arzon emas. Boshida rosa xursand bo'lgandim, arzon chiqdi deb. Nima qilaman? Qaranglar bolalar, zo'r salto. Davay, go Javohir. Men ham tashlasam ekan. U menga qarab turibdi, o'zingga bos, u senga qarab turibdi. Hali ham qarab turibdi-ku. Netboy, siz ham tashlangchi. Chiroyli qizda baribir. Mayli. Bo'ldi. Men unga qaramasligim kerak. Reddi sakray, men ham sakray. Nightboy odam qo'rqitib yording, mana sakray. Bu Nightboy odam cho'chitib yording bor-ku. Mayli, kelib qoldim. To'xta, Nightboy qayoqqa? Bo'ldi, men ketdim. O'zing bilasan. Mana sekinlikda bu yana bir marta sakrab tushdim. Sevgidan kuygancha bo'rlar nima gap? Ha, yo'q-ey. Nima haqida gaplashyapsizlar sizlar? Ha, biz gaplashyapmiz sevgi haqida. Nima ishingiz bor? Ishim yo'q, ketaymi endi bu yerda? Da, boring yo'qoling, Reddi yoqmayapsiz. Seryo'zna? Mayli, o'zinglar bilasizlar. Sizga bitta maslahatim, umuman sevgiga ishonmanglar. Sevgi yo'q narsa, men o'zim ishonaveraman. Mendan Peter, menga qarang. Sizniki qanday tashlab ketgan? Ha, menikini tarixi uzun. Mayli, Reddi ketdi ichkariga. Da, to'g'ri, gapingiz to'g'ri, Jo'xa. Bu sevgidan kuygancha bo'rlarning gapini eshitib o'tirgandan ko'ra ketganimiz yaxshi. Jo'xa, to'xtab turing, sizda bitta muhim gapim bor. Jo'xa. Ha, qanaqa Mana gap? kyotim butonga sekin chekara qo'yaylik. Короче, ana bu Kiraxonni menga to'g'rilab bera olmaysizmi? Jinnimsan, o'zing to'g'rila, biz uzoq qarindoshmiz. Nima qilibdi qarindosh bo'lsanglar, mayli. Mayli, boring bo'ldi, yo'lingizdan qolmang, o'zingiz bilasiz. Nima qilsam bo'ladi? Mayli. Xo'sh. Ko'chaga chiqib ko'ramiz. Ko'cha ham ajoyib. Chiroyli. Mayli. Uxlash kerak endi. Yoki kompyuter xonaga kirarmiz. Yo'q, uxlayman, yaxshi, uxlaganim yaxshi. Bolalar bilan biroz kompyuter o'ynasammi? Mayli, shu kompyuter o'ynay birozgina. Bo'lmasa bo'lmaydi. Voy, men qayerdaman? Qanaqasiga bu tushmi bu? Nima qayerda bu? Nimaga bunaqa turibman bu yerda? Hayronman. Qanday qilib kelib qoldim? Axir men xonada yotgan. Tushunmadim. Sen kimsan? Meni tanimaysan, oshna. Tushunmadim. Javohir do'stingga nima bo'ldi? O'ldi. Nima bu sening ishingmidi? Nima deb o'ylaysan o'zing? Bilmadim. Ammo sen kimsan? Bizdan nima xohlaysan? Sen bu narsani bilmaysan. Nima ayt bilaman. Yo'q, aytsam baribir aqlingga sig'maydi bu narsa.
Unda maqsading nima mendan, bizdan? Nima o'zi maqsading? Senlarni hammangni o'ldirib yubormoqchiman. Yo'q, nima qilyapsan? Yordam beringlar, bolalar. Ha, ikkinchi qism ham tugadi, ammo uchinchi qism bundan ham ajoyib bo'ladi. Shuning uchun siz bizlarga 1000 ta dona like yig'ib berishingiz kerak. Albatta men 10 ka bo'ldim, shuning uchun hammangizga rahmat bo'ldi. Endi Telegram kanalini 200 ta qilamiz. Go!